Assalomu alaykum azizlarim. Kelayotgan hafta sizni nimalar kutmoqda, bularni ko'rib chiqamiz. Mushugimga e'tibor bermaysizlar. 1 soatdan beri hech nima qildirmay ish bermayapti. Faqat shu yerda yotarmish. Birinchi va ikkinchi pozitsiyadan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Xo'sh, birinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimizni kelayotgan hafta nimalar kutmoqda? Qarang, ko'p ko'ngil og'rituvchi vaziyatlarga duch kelibsiz ekan, lekin aytayaptiki, hayotda o'zi sizga adolatni saqlaydi, deyapti. Ba'zi insonlar yaqin insonlari tarafdan xiyonatga uchragan bo'lishi mumkin, oilasidan, do'stlaridan yoki aka-ukalaridan. Lekin deyaptiki, hayotni o'zi sizga adolatni saqlaydi. Chunki atrofingizga yordamchilarni yuboradi. Siz uchun adolatni saqlovchi insonlarni yuborish ko'rinyapti. Bu yerda sizga juda ham ko'p dastakchi bo'lish hayotingiz davomida ko'rinyapti. Bu bilan deyapti, bu insonlarning yordami bilan, ilohiy adolatning yordami bilan deydi, siz g'alaba qozonasiz bu mavzu to'g'risida deyapti. Sizni ko'nglingizni og'ritgan, sindirgan, ishxonangizdadir, shaxsiy hayotingizdadir, aka-ukalaringiz ichkarisidadir. Bu masalada sizni g'olib bo'lib chiqishingiz ko'rinyapti bu yerda. Xo'sh, bu hafta yana nimalarni bilishimiz mumkin? Ba'zi insonlarimizni uzoq yo'l kutyapti, deyapti. Ba'zi insonlarimiz deyapti, porloq kelajagi uchun qadam bosish arafasida, deydi. Farzand ko'rishni niyat qilayotgan insonlarda homilalik xushxabari bor, deydi. Ikki joyda bu yerda yo'l safari chiqyapti. Bu kartamizni tanlagan insonlarimiz agar yo'l safari, sayohatga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsa, yo'li oydin va ochiq ekanligi ko'rinmoqda bu yerda. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimiz uchun kelayotgan hafta nimalar kutmoqda? Xo'sh. Bu hafta o'zingiz uchun vaqt ajrating, deyapti. Avvalo tashqi ko'rinishingizga vaqt ajrating, deydi. O'zingiz uchun chiroyli narsalar sotib oling, go'zallik salonlariga boring kerak bo'lsa. Umuman olib qaraganda deyapti, juda ko'p mehnat qildingiz va o'zingizni rag'batlantirishga to'laqonli haqqingiz bor, deydi. Bu hafta qandaydir marosimdir, to'y-to'rkundir, gap-gashtakdir, ikkinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimizda bor, deydi. Imkon qadar, deydi, bunaqa joylarga o'zingiz uchun mablag'ingizni ayamasdan gullab-yashnab kirib borishingizni tavsiya qilmoqda. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimizni bu hafta yana nimalar kutmoqda? Aytayaptiki, qandaydir og'irni yukni yuklab olgansiz, deydi. Bu butunlay, deydi, balkida, deydi, butun oila yukunidir, butun boshli ishxonani yukunidir, qandaydir mas'uliyatli bir narsani ustingizga yuklab olgansiz. Lekin aytayaptiki, ozgina bo'lsa ham, deyapti, boshqalarga bu narsalar tashlagin, deydi. Faqat o'zingiz bu narsani, hamma yukni ortmoqlab yurish vaqti kelib sizni mental holatda charchoq holatiga olib kirishi mumkinligini ko'rsatyapti. Bu hafta ichkarisida yana ko'plab insonlarimiz, deydi, o'zini o'zi rivojlantirish ustida, yangi narsalarni o'rganish ustida ishlaydi, deydi. Ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz ichkarisida sevishganlar bo'lsa, to'y-to'rkun kutayotganlar bo'lsa, deydi, sovchilarini kutsin yoki bo'lmasam oilaviy munosabatlarda sovuqliklar bo'lgan bo'lsa, deydi, albatta, deyapti, yana munosabatlari tiklanib, oilalari mustahkamlanib borishi ko'rinmoqda bu yerda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.